bug'doy yetishtiradigan, arpa yetishtiradigan, tritkali, umuman g'alladosh ekinlarni parvarishlaydigan mirishkorlar. Bugungi videomiz hammamiz uchun manfaatli bo'lishiga xizmat qilyapmiz. Xudo xohlasa, videoni oxirigacha kuzating va bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, bug'doy yetishtiradigan tanishlaringizga, fermerlaringizga videoni yuborib qo'ying. Bugungi mavzuyimiz hamma uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Chunki mana bug'doy ekinlarimizga gerbisid, ya'ni begona o'tlarga qarshi kurashish uchun preparatlar sepish jarayoniga yetib keldik. Bugungi sanamiz 19-mart 2026-yil. Ko'pchilikda savol, tushunmovchilik yoki tajribasizlik natijasida sariq gulli o'tga qarshi dori bering deydi va aptekachilar deymizmi yoki bo'lmasam dalaga chiqib tajriba oshirmagan mutaxassis deymizmi va hokazo. Men aynan bitta shaxsni nazarda tutmayapman. Ko'pchilikda shunaqangi xato natijasida ushbu begona o'tlarga qarshi tarkibida trigrometil ta'sir etuvchi moddalik o'sha gerbisidlarni beryapti va bu begona o'tlarni nobud qilmayapti. Vaholanki buni sariq gulli o't deb, qaysinisi sariq gullasa ham raps deyiladi. U xato. U mutaxassis sifatida uni aytish xato. Operatorimizdan iltimos qilamiz, mana hozir yaqinroq olib kelib ko'rsatadi. Mana bu sizlar ko'rib turgan begona o't, bug'doyni ichidan o'sib chiqqan begona o't. Buni sariq gullaydi mana bu ham. Mana bu sizlar ko'rib turgan o't ham sariq gullaydi. Va Sirdaryo, Jizzaxda burgan deyiladigan mana bu begona o't ham bu ham sariq gullaydi. Ya'niki O'zbekiston sharoitida bug'doyni ichida o'nib chiqib sariq gullaydigan begona o'tni, ya'ni keng bargli begona o'tlarni turi 7 xil, 8 xil va undan ham oshiq. Endi bularga qarshi kurashish uchun avvalo mutaxassis begona o'tni turini aniqlab olish kerak. Masalan, mana bu qo'limdagi turgan haqiqiy raps. Bu asli madaniy ekin. Nimaga madaniy ekin deyiladi? Bu chorva uchun senaj beradigan, sutni ko'paytiradigan, ozuqali birligi yuqori bo'lgan, hattoki buni gullagandan keyin urug'ini o'sha Qozog'iston, Rossiya, Ukraina davlatlarida urug'ini o'rib olinadi va bundan chorva uchun protein miqdori yuqori bo'lgan ozuqa tayyorlanadi. Raps shirot deydi. Yoki bo'lmasam inson oziqlanishi uchun bundan moy olinadi. Biz semichkadan, kungaboqardan yoki chigitdan, ya'ni g'o'zani urug'ligidan olingan iste'mol uchun yaroqli bo'lgan yog' ham aynan siz ko'rib turgan mana shu rapsdan olinadi. Endi bu bug'doyni ichidan unib chiqqandan keyin bug'doydan tashqari o'simlik begona o't hisoblanadi. Endi mana bu poyasini balandligi, rapsni poyasini balandligi 60 santimetrdan 1-120 santimetr balandlikda bo'ladi. Va ushbu begona o'tni tomiri, mana tomiri baquvvat bo'ladi. Bug'doyga solingan o'tni qariyb 50% dan oshig'ini o'zlashtiradi va bundan tashqari suvga sherik bo'ladi. Fotosintezni, g'alladagi fotosintezni buzilishiga olib keladi va mana shu oziqlanish maydoni g'allanikidan yuqori. O'rimda ham ertaga bu poyasi baquvvat bo'lib ketadi. Endi nimaga buni gapiryapman? Va mana bu sizlar ko'rib turgan qo'limdagi begona o't, bu perko. Bu ham sariq gullaydi. Kimdir mana vodiyda buni sholg'om o't deydi, yovvoyi turib deydi. Toshkentda garchitsa deyiladi. Umuman olganda bu ham sariq gullaydi. Bundan farqini tushuntirmoqchiman, hurmatli kuzatuvchilar. Operatorimizdan iltimos qilaman yaqinroq olib kelishini. Bu endi baland bo'lib ketgani. Mana bu sizlar ko'rib turgan bu raps, shuni kichkinasi. Endi mana ikkitasini solishtiryapman. Raps bilan perkoni, ya'ni yovvoyi turubni farqi, buni tanasida bilinar bilinmas tuklar mavjud. Operatorimiz ko'rinyaptimikin shu tuklar? Tuklar mavjud. Buni rapsni poyasida tuk mavjud bo'lmaydi. Mayda, bunda krapiva desam tushunadi. O'risni o'ti bor, krapiva tanani qichishtiradigan. Xuddi shunaqangi tukchalar mavjud va poyadagi barglar joylashishi bunda nisbatan rapsga qaraganda zich bo'ladi. Va rapsga bargning sathi perkoniga qaraganda ingichka va kichkina bo'ladi. Endi bunga qo'llaniladigan va rapsga qo'llaniladigan gerbisid haqida tushuntiraman. Bugungi kunda
respublikamizni g'alla maydonlarida muammoga uchragan, qarshi kurash qiyin bo'lgan o'tlar sarasiga kiradi. Hozir ko'rsatgan begona o't turim. Va bugungi kunda tarkibida 3 ta ta'sir etuvchi moddani o'zida saqlagan yangi avlod gerbisid. Tarkibida brameksinil, MCP va fluroxipir ta'sir etuvchi moddasi bo'lgan mana shu gerbisid, ya'ni S-Bromax bu Mabetco kompaniyasining brendi asosida ishlab chiqarilgan. Ushbu begona o'tlarga qarshi kurashadigan gerbisid gektariga 300 litr suvga 600-700 gram qo'shiladi. 600 litr suvga 1 litr 400-1,5 litrgacha qo'shiladi va hurmatli Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo yoki bo'lmasam Surxondaryo viloyati, Toshkent viloyati ham kuzatayotgan fermerlar, sizlarni maydonlaringizga, sizlarni hududlaringizga borganda tajribamdan kelib chiqib turib aytayapman. 600 litr suvni sizlar 3 gektarga sepasizlar. Bu xato narsa. 600 litr ishchi eritma 2 gektar maydonga sepilishi shart, majbur. U o'g'ida sepasizmi, u shtangali purkagichda sepasizmi, ya'ni Apollonda farqi yo'q. Gektariga albatta 300 litr suv sepilishi shart. Bu ilmiy asoslangan olimlar tomonidan. Va bugungi kunda ushbu gerbisidni respublikaning barcha hududlaridan topishlaringiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, gerbisidlarni qo'llayotganda, begona o'tga tanlayotganda albatta mutaxassislarning maslahatidan foydalaning. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida g'alla yetishtiradigan tanish fermerlaringizga, dehqonlaringizga yuborib qo'ying. E'tiborlaringiz uchun rahmat.